Barchalarga salom do'stlar. Bu men shu Fayza. Va biz hozir hardcore bir ochib hardcore o'ynaymiz. Unda bu yerda o'qib qo'yganimiz yaxshi bo'ldi. Mana to'layapti. Tezroq to'lsa biz birga o'ynaymiz. Va albatta bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Va keyin Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimga o'tishinglar uchun pastda silka qoldirganman. Mana kirib ham olayapti. Bo'ldi, kirdik. Ne bo'ldi? Ve bu qorong'i. Bu versiyada do'stlar, hozir men ko'rdim, bu versiyada buglar ko'p ekan, shuning uchun mana men 21.5 o'ynayapman. Endi bundan chiqamiz. Mana boshlanyapti. Hozir to'ladi mana bu yerda. Ben endi bir nuqta 1.20.6 versiya o'tdim. Mana shu hardcore olam. Buni o'chirib yuboramiz. Endi o'zimiz ochamiz. Hardcore. Mana ben bu yerda hardcore olam deb belgiladim. Endi boshlaymiz. Mana to'layapti. Tezroq to'lsa yaxshi bo'lardi. Mana unda biz ham kirib oldik. Ozgina qotyapti. Birinchi o'rinda daraxt chopamiz. Va men qizayotganda bu yerda temir ko'rib qoldim. Va endi bu kirgan otvaramizda uni qo'yib oldi. Kirgan. Ana bo'ldi. Buni bu yerga qo'yib endi bu temirlarni olamiz. Va chiqamiz. Va daraxt chopamiz. Chunki bunda daraxt ham kam. Shuning uchun va men oldimda shunaqa joy topib oldim. Va u yerga tushdim. Shu yerda nechta chak bor deb o'ylaysizlar? Topsanglar kommentariyaga yozib ketinglar. Hozir men ozgina kasalman, shuning uchun shuning uchun men ozgina kasalman. Shuning
lekin men sizlarga video olyapman. Va shu paytda nima bo'ldi bilasizmi? Buni o'zinglar ko'ringlar. Tushganim sari bunaqa narsalar ko'payaverdi. Va shunda shunchaki o'lib qoldim. Xullas do'stlar, shu yerda videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Xayr.